Qarindoshlar, buni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Buni go'zalligini, voy-choch! Mana buni dengizni qaranglar qarindoshlar. Qumlik sohil. Voy. Ovozingdan akang aylansin. Voy. Buni energiyasini, buni shovqinini mazza qilib eshitish kerak. Voy-choch! Voy mazza. Shamol. Mana buni Vah! Qarindoshlar, dengizni aynan mana shu qumli sohilini oyoqlar bilan his qilish bu umuman boshqa narsa. Buni qaranglar. Aynali o'zim kelmadim. Men oyoq kiyimlarimni yechib keldim. Kela qol. Ana. Voy. Muzdek ekan. Voy mazza. Qarindoshlar, aslida biz bu dengizga o'tgan kuni kelganmiz. O'tgan kundan beri aynan mana shu dengizdamiz. Aynan mana shu dengizda cho'mildik, mazza qilib. Kecha endi juda ko'p soatlab cho'milganimizdan qisarib ketganman hozir. Umuman syomka qilganim yo'q. Umuman hech narsani ko'rsatganim yo'q. Mana bugun quroqlik aynan shu syomka uchun keldim dengizga. Kecha o'tgan kuni o'zim mazza qilib, hech qanaqa telefonsiz, hech qanaqa syomkalarsiz mazza qilib dengizda cho'mildim. Aynali o'zim. Bugun esa to'laqonli syomka uchun bag'ishlangan kun. Bugun ko'rsatishni boshladim qarindoshlar. Ya'ni oldinlari ancha boshqacha bo'lardi. Oldinlari birinchi syomka qilardim, birinchi bo'lishga harakat qilardim. Qancha ulg'ayvonman. Yo'q, birinchi o'zim mazza qilaman. Ana undan keyin qarindoshlarimga ko'rsataman degan narsa bo'lishni boshlayapti. 2 kun biz maslahat cho'mildik. Bugun dengizdan qaytadigan kunimiz. Bugun dengiz oldida rasmlarga tushib, syomkalar qilib, keyin Guanchou shahriga qaytamiz. Judayam go'zal qarindoshlar. Xitoyni sohillari, Xitoyni dengizi Vyetnamnikidan yoki-da Tailand dengiziga qaraganda ancha chiroyli va ancha toza bo'ladi. Ayniqsa Tailand dengiziga qaraganda ancha toza bo'ladi. Barchangizga tavsiya qilaman qarindoshlar. Xitoyni dengiziga kelib, mana shu dengizda mazza qilib cho'milishni tavsiya qilaman to'g'risi. Yetkazganingga shukr. Hoppa! Voy mazza. Judayam chiroyli.